Hurmatli Prezidentimizning yaqinda Belorussiya Respublikasiga qilgan rasmiy tashriflari Buxoro viloyatini ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Eng avvalo 2 million 100 ming buxoroliklarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bu juda katta bizga imkoniyatlarni yaratib beryapti. Chorvadorlarimizni Belorussiyaga yuborib, u yerda qoramollar boqishni, go'sht mahsulotlarini, sut mahsulotlarini yetishtirib, Buxoro viloyatiga olib kelishni eng avvalo maqsad qilib qo'ydik. Ikkinchi katta yo'nalish bu kartoshkachilik bo'yicha. Kamida 5000 gektar yerga Belorussiya davlatida kartoshka ekishni rejalashtirganmiz. Uchinchi yo'nalish bu albatta baliqchilik yo'nalishida, parrandachilikni rivojlantirish yo'nalishida Belorussiya davlatidagi joylashgan ko'llarni ijaraga bepul olib, u yerdagi mahsuldor ozuqadan foydalangan holda baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha ham katta imkoniyatlar borligini biz bildik. Yog'och mahsulotlarini qayta ishlash uchun xomashyo hisoblangan taxta, DSP, DVP olib kirishni ham maqsad qilib qo'ydik. Bu ham masalan mana Jondor tumanida, G'ijduvon tumanida bizda 3 ta 4 ta mahallalarimiz aynan mana shu mebelchilikka ixtisoslashgan. Tekstil sohasini rivojlantirish bo'yicha ham imkoniyatlar mavjudligini o'rgandik va bu borada amaliy ishlarni boshlaymiz. Belorussiya davlati bilan turizm sohasida, meditsina sohasida, farmatsevtika sohasida shu kabi o'nlab sohalarda hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha barcha imkoniyatlarimiz bor. Muhtaram Prezidentimiz bugungi yig'ilishda aynan shu ishlarni tartibli tashkil qilish bo'yicha aniq topshiriqlarni zimmamizga yukladilar. Bajarish bo'yicha natijadorlikni ta'minlaymiz.